Assalomu alaykum akalar. Bugun shu yerda toza-qonli zo'rlaridan, chiroylilaridan ko'rsatib beramiz. Ma'lumotlarni aytib, hozir ma'lumotlarni oldindan tanishtirib chiqamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugungi yengil pul bo'shatishga mollar qo'yamiz. Mollar javob, korobka mana 10 so'm. Korobkalarni qarang, zo'rligi. Yelinlarni qarang. Nuqson yo'q. Hamma to'rt joy, cho'skalar to'rt joyda mana. Kinniklarni qarang. Kinniklari ham zo'r, tana joni sog', yuzini basharalarini qarang mana. Zo'r. Shoxlari hamma yo'g'i zo'r joyda. Molimiz 5 oylik bo'g'oz. Yengil qo'yamiz. 27 million ozgina kami bor. Mollar yurgizib hamma tana joniga javob beramiz. Bo'g'ozligiga. Ishlanmaganlar uyda o'zingiz bilan kutib olaveradi. Kecha ketimiz sotdik, ishlamadi ekan tekshirtirdi. Biz aytgandek chiqdi, xudo xolasa. Ikkovi bir xil. Buni bo'yi 1.25, buniki 1.23. Bo'g'ozligiga. Bu oddiy mol emas, gibrid obunachilar. Oddiy hashaki mol emas. Hashaki mollar semirib, ko'rburchak, soqolli, chiroyli bo'lmaydi. Sut yo'nalishida bular. Yerlari hamma yo'g'i joyida, hamma yo'g'i yeb ichadi mana. So'zkalarni qarang mana. Molga javob. Bo'zak hali tish buzmagan, o'sadi bu hali, xudo xolasa. Mana ikkinchi sherigi. Sherigi 4 oylik bo'g'oz. Buni ham yerlarni olib qo'yman. Sut yo'nalishida mana. Mana kindiklari. Hashaki molda kindik bo'lmaydi. So'zkalari 4 joyda mana. Yerlarga to'lishyapti. Bu ham 27 million kami bor. Dastlabki vodiy bo'ylab. Yeb ichishi hamma yo'lga javob beramiz. O'zi syomkalarigacha. Buni endi kichik chiqyapti bu sherik. Endi tishi ikkita chiqyapti. Buni biz har yerga deyman 23 million kelishgan holatda 3,5 oylik bo'g'oz. Bunisi o'zi syomkasi bor. 26 million kami bor. Kelishamiz vodiy bo'ylab dastlabki. Bu 27 million 5 oylik bo'g'oz. 1.30 bo'yi. Bu ham 1.30 aytmoqmiz bo'ylarini. Yeb ichishiga hamma yo'lga javob beramiz. Tani joni sog', yo'l. Dastlabki vodiy bo'ylab berib. Mana yeb ishlar sog'lomni saharda olyapmiz. Saharda yemagan, endi yemini beramiz. Qonni boqib, boshqalarga ishirgan yo'lmiz. Bu 1.30. Hammasi bo'g'oz. Buni tishi buzmagan. 1.30 dan baland. Mana yana sotiladigan mollarimiz bor. Shvet tozalar. Olib chiqing, buni olib chiqing. 5 oylik. 6 oylik. Yelinlar solishi, tozashi 100%. Bo'lib, ko'zlari korobka. Yurgizaymi? Yurishar. Ko'zlari korobka mana. Molimiz tishi buzmagan. Toza shvet. Oq quloq, oq tumshuq istagan tuyoq. Cho'p, mana Sha. Çık canım. Çık. Mana mol. Bunlarga ham yurgizib beramiz. Mana mol. Moling bo'lmasa bol, shvetni eng tozasi. Quruq, yeb ichiga hamma yo'lga javob beramiz. Istagan tuyoq. Tishi buzmagan. 6 oylik bo'g'oz. Bol bizga gap yo'q. Korobkasini olib qo'ying. Korobkalari mana ko'ti 3 burchak. Kallasi bu ingichka unaqa emas. Mana turunglari hamma yo'g'i joyida, yuvoshligi, yelinda qarang. Hamma yo'g'i kelib qolgan mana. Tomirlari, kindiklari mana. Toza shvet. Hamma yo'g'i joyida. Molimizga javob beramiz. O'zi syomka bilan kutib olaveradi. Buni 42 million ozgina kami bor. Hali yo'q, o'sha bor. Hatta kattadan chiqing. Bo'g'ozimiz 4 kilo yoshida qo'yib toza shvet, biri qo'ldan baland, biri 40 ga beramiz. Yuvoshiga hamma yo'g'iga javob beramiz. Bo'g'ozi 7 oydan o'tdi. Mana turuvlari hamma yo'g'i zo'r. Yeb ichishi, so'skalari, yuvoshligi hamma yo'g'iga javob beradi. Yeb ichishi hamma yo'g'i zo'r. Bir nuqson yo'q, aybi yo'q. Mana to'qolimizni bu 48 million. Butun O'zbekistonga yetkazib beramiz. 48 millionga. Molga javob. Mana to'qolimizni sotiladi. 7,5 million. 4 kilo yoshida qotilgan 6 oylik bo'g'oz, yeb ichishi hamma yo'q sog'lomligiga javob beradi. Mana mol. Molni giganti. Molni zo'r mana. Hali bir qorin to'qizga ertalab olyapmiz obunachilar. Aloqaga chiqaverasiz nomerimiz. Nomerimiz 97lik 97lik 601 78 79 aloqaga 601 78 79 ga aloqa
nomerlar. Hamma yo'q bor. WhatsApp, imo. Max hamma Max. bor. Rossiya hammasini gaplashaveramiz. Molni yeb ishi qanaqa deganlar, akalar? Mollarni yeb ishi, mana somonni yeb. O'ta zo'r mollar yeb ishlar. Oxirdan boshlanib yutar meni. Hammalarni yeb ishlar o'ta go'zal ekan. Hammasini somonlar yeyapti.